Assalomu alaykum. Biz kuzatib borgan aziz obunachilar, mana yangi endi laminatda bo'lgan eshik tayyor bo'ldi. Mo'qri svetda bo'lgan, qalin 08 lik bo'lgan. Xudo xohlasa mana buni razmeri 1.30 ga 1.45 razmer bo'lgan. Korobkalari yog'ochdan bo'lgan. Bunimizga oddiy oq oyna solib berganmiz, yorug'lik yaxshi berish uchun. Xudosi rekalari ham yaqinroq olib beraman, chaklari butun. Xudo xohlasa uloq-puloq yo'q. Rekalari ham butun to'qilgan. Shu ko'tarib ko'rsangiz kilosi ham bilinadi xudo xohlasa. Eshigimiz kelsa HT fasonda bo'lgan, 90 ga 230 razmerda bo'lgan, pramvasi bor. Pon mana rezinkalari bor. Zamoga xudo xohlasa Xitoyda original zamoga xudo xohlasa kafolatlari bor. Kaliti mana to'rttadan bo'ladi. Oshxona kelsa to'rttadan qo'yilgan, qalinidan. Oynalari mana orqasi qoratilgan, oldi ko'zga oyna, yangi oyna qo'yib berganmiz. Bularni pon germetiklangan, ochiq yopilganda taraqlamaydi xudo xohlasa. Ikkita eshik, ikki taraf. Bunimiz chapcha, buni so'nggi ochiladi. Buni razmeri bir xil, romni ham razmeri bir xil, xudo xohlasa. Sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta bittadan like tugmasini bosib, kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Telegram, WhatsAppdan ishlayapti. Shu nomerlar pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Buni Namangan shaharda To'raqo'rg'on tumaniga qilib berdik. Ertaga uстановка qilamiz. Ertaga hozir Ramazonning birinchi kuni. Keling akalar, avtobuschilar kelib qoldi. Nomerlar pastda qoldi. Aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'yicha uстановkalarimiz tekin. Uzoq joyga bo'lsa kelishgan holda o'rnatib bera olamiz. Aloqaga chiqarasizlar xudo xohlasa. Avtobuschilar kelinglar akalar.